Paris Saint-Germain mehmonda Arsenal ustidan g'alaba qozondi. 5 marta ular o'ynashgan, hech qachon PSG yutmagandi. 2 marta yutqazib, 3 marta durang o'ynagan va mana birinchi g'alabasi bo'ldi. Qolaversa Arsenalning o'z uyidagi mag'lubiyatsiz seriyasiga ham nuqta qo'yildi. Biroq hali bu qarama-qarshilikda hammasi hal bo'ldi degani emas. Arsenal kurashadi, o'z maydonida muxlislardan energiya so'rashdi, lekin bu bosim ham yuzaga keltirdi va Arsenal o'z imkoniyatlaridan foydalana olmadi. Donnarumaning fantastik o'yini va Luis Enrique ikkinchi taymda taktik jihatdan ideal bir tayyorlabdi jamoani. PSG ikkinchi raqam bo'lib o'ynadi, himoyani kuchaytirdi. To'g'ri, ba'zida xatolarga yo'l qo'ydi, lekin ko'ryapsiz, darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Javob o'yini ham yonadi, bundan-da yonadi deyishimiz mumkin, chunki PSJning muxlislari qo'ymaydi ikkinchi raqam bo'lib o'ynashni.